Serquyosh zaminimizda yetishtirilgan shifobaxsh noz-ne'matlarga dunyo bozorida talab yuqori. Bu esa mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish imkonini beradi. Misol uchun, behi yetishtirishda O'zbekiston xalqaro maydonda yetakchi o'rinni egallaydi. Bunda farg'onalik fermerlarning ulushi katta. Navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z yuritiladi. O'zbekiston meva yetishtirish va uni jahon bozoriga yetkazishda yirik lokatsiyalardan biriga aylandi. Bu aynan prezidentimizning bog'dorchilikni rivojlantirish va meva eksporti yo'lidagi xalqchil tashabbuslari natijasi. Mamlakatimiz joriy yilda 3,5 milliard dollarlik, ya'ni 5,3 million tonna meva sabzavot mahsulotlari eksportini ko'zlagan. So'nggi yillarda mamlakatimiz dunyoda meva eksport qilish bo'yicha jadal ravishda rivojlanib bormoqda. Ayniqsa muhtaram prezidentimizning bu sohaga alohida e'tiborlari tufayli intensiv sanoatlashgan bog'lar yanada rivojlanib bormoqda. Ayniqsa so'nggi yillarda O'zbekiston o'rik eksporti bo'yicha Ispaniyadan so'ng 2-o'ringa chiqdi. Eksport geografiyasi ham yanada rivojlanib bormoqda. Misol uchun, Yevropaning nashrlaridan biri Fresh Plazaning ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekiston 73 ta mamlakatga mevalarni eksport qilmoqda. Ayni kunlarda mamlakatimiz bo'ylab behi hosilni yig'ishtirish ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston behi yetishtirish bo'yicha dunyoda 3-o'rinni egallagan. O'tgan 2024-yilda xorijiy mamlakatlarga 225,7 tonna behi mevasi eksport qilingan bo'lib, 2025-yilda 83 ming tonna behi hosilni yig'ib olish kutilmoqda. 2023-yilda sotgan har bir kilo behi uchun 0,5 dollar tushum bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bu narx 1,5 dollargacha ham ko'tarilgan. Bog'dorchilikda yirik xirmonlarni ko'tarishda farg'onalik usta dehqonlarning ham munosib mehnati bor. Misol uchun, uzumchilik, anorchilikda respublikada liderlik qilayotgan dehqonlar behi yetishtirishda ham bugun yetakchilik qilishyapti. Hozirda Farg'ona viloyatida 200 gektar behi plantatsiyalari yaratildi. Joriy yilning o'zida 4000 gektardan ortiq sanoatlashgan bog' yaratildi hududda. Birgina Quva tumanidagi mana bu bog'lardan gektariga 25-30 tonnadan hosil olinib, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga eksport qilinyapti. Viloyat bu yil meva eksporti geografiyasini ham 30 dan oshirdi. 2024-yilda Farg'ona viloyatida 300 ming tonnadan ortiq meva sabzavot mahsulotlari eksport qilingan bo'lsa, 2025-yilda jami 500 ming tonnadan ortiq meva sabzavot mahsulotlari eksport qilish prognoz qilingan. Hozirgi kunda viloyatda 200 ming tonnadan ortiq meva sabzavot mahsulotlari eksporti amalga oshirildi. Bugungi kunda Farg'ona viloyatida 47 ming gektardan ortiq bog' va uzumzorlar mavjud bo'lib, shundan 43 ming gektardan ortig'i bog'ga, 4200 gektardan ortiq uzumzorlarga to'g'ri keladi. Shundan viloyatimizda 200 gektardan ortiq behizorlar mavjud. O'zbekistonda joriy yil yakuni bilan agrosanoatni rivojlantirish agentligi loyihalari asosida 30 ming gektarga yaqin bog' va tokzorlar yaratildi. Bu yaqin 2-3 yilda meva yetishtirish va eksport salohiyatini yangi nuqtasini belgilaydi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Voqealar rivojini O'zbekiston 24 telekanalida kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.